Olmazor tumanining 5 yulduzli Moyariq mahallasiga kelganmiz, qadrdonlar. Mana mahallani bitta ko'ringlar. Kattagina keng ko'chalarimiz, yon atrofdagi qo'shnilarning uyini ko'ryapsizlar. Endi kommunikatsiyadan umuman muammo yo'q. Mana shu burchakda 4 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan xonadonimizni sotuvga qo'yilgan. Haqiqatda zo'r xonadon ekan. Hozir video davomida men narxlarni ham aytib o'taman. Bu yoq ko'chani ham qisqacha ko'rsatib o'ramiz. Bu yoq Tupik mahalla, mana bu yoqdan Qoraqamishga chiqsak bo'ladi. Endi mana bu yoq ko'cha orqali Oxunboboyevdagi masjidga chiqamiz. Masjidning orqa tarafidagi mahalla bo'ladi. Endi marhamat, uyimizni ko'ringlar. Razmeri bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsam, 20 metr bu yoq tarafi, u yoq tarafi ham 20 ga 20, tekis to'rt burchak joyga tushgan xonadon ekan. Bu yoqdan avtomat darvoza, ko'cha tarafda e'tibor beradigan bo'lsanglar, taxminan 3-3,5 metrda kattagina огорodi bor, ikki yoq tomonlama. Endi marhamat kelinglar. O'rtadan kiramiz xonadonimizni. Haqiqatda fayzli, zo'r xonadon ekan. Endi egalarni nima deydi, ba'zi bir sabablarga ko'ra sotilyapti. Kirish darvozaxona yopuv naves ostida qilingan. Bemalol 2-3 tagacha avtomobil qo'ysak bo'ladi. O'rtadan yashil hudud palivlar bilan ko'radigan bo'lsak, bu yoqda qaranglar, imoratlari naryoqda bir qavatli qilingan, bitta alohida mehmonxona, ichlari juda chiroyli ta'mirdan chiqarib qo'yilgan ekan. Buni yonginasidagi eshik, hovli uchun umumiy sanuzil va buni yonida yana bitta alohida mehmonxona ekan. Va o'rtadan asosiy eshikdan kirganimizda ikki qavatli imoratga, asosiy binoga kiramiz. Buni yonginasidan bitta oshxonaga, sanuzil yotoqxonaga kiramiz. Buni tegi kattagina yer to'la mana bu yoq tarafdan tushiladi. Ham ko'rishinglar mumkin. Chiroylikkina yozgi oshxonalar ham yasab qo'yilgan. Endi mana bu yoq rakursdan hovlini ko'rasizlar. Juda chiroyli sharoitlar qilib qo'yilgan ekan. Yashayman degan odam bo'lsa maza qilib yashaydi. Asosiy binoga kirganda bitta hol va yotoqxona sanuzili bilan ikkinchi qavatga chiqqanda bitta hol va 3 ta bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona plus yana sanuzillari bilan bo'lyapti. Uyimizdan $300,000 so'rashyapti. Agar tepasida kelib savdolashadigan bo'lsanglar, albatta kelishiladigan joylar bo'ladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tdik, bu mahallada hozirgi kunda $30,000 dan $40,000 gacha bir sotuv yer narxlari sotilyapti. Endi joylashuvga, sharoitlariga qarab. Bilasizlar, har doim joy egalarining nomerini video ostida qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.